Siyasi vaziyetler, dünya iqtisodi, fan texnika, biz Sultan ekranida. Fan texnika. Assalamu alaykum, hürmetli televizyon ben Qanishonlar Nabijala. Bugünkü programımızda biz Belgiyadagi faaliyetlerinin qanday ilib berayotganligi to'g'risida Belgiya Uyg'ur jamiyatining raisi Abdullohni taklif qildik. Hozir men ekranimga Abdullohni akrima. Assalomu alaykum Abdulloh, qanday ahvolingiz? Va alaykum assalom Nabijanala. Birinchidan sizga rahmat shu platformaga meni chaqirib, alaytan bizning faoliyatlarimizga diqqat qilganingizga. Sizlarga rahmat, sizga rahmat. Şu teklifimizni qabul qilib ekranimizga kelganligingiz uchun rahmatimni bildiraman. Avval ko'rinmanlarga o'zingizni bir tanishtirib qo'ygan bo'lsangiz. Bo'ldi. Meni ismim endi Uyg'urcha desak Abdumutallib Emir bo'ldi. Endi biz Qozog'iston to'lgandan keyin bizning ismlarimizni bo'lib familiyamizni deymiz. Ruschaga nima qilib ofni qo'shib aytgan, shunda Emirov bo'lib qolgan. Bo'lsa bizning ismimiz Abdumutallib Emir. Men shu Belgiya Uyg'ur jamiyatining rais bo'laman. O'zim Almutliq Qozog'istondan kelgan. Bo'ldi, rahmat. Unda bo'lsa savolimizga kelaylik. Endi hozir shu Belgiya Uyg'ur jamiyati yaqinda Uyg'ur qirg'inchiligini Belgiyada kun tartibga ilib kelish uchun nurg'un faoliyatlarni olib beryapti. Bu haqda to'xtalib bergan bo'lsangiz. Albatta Nabijan, biz endi dunyodagi barliq Uyg'ur jamoatchilik bor davlatlarda qilayotgan faoliyatlariga bizma o'xshash moslashib, bizma o'zimizning qo'limizdan kelishicha mümkünçülüğümüzün bo'yicha Belgiyada faoliyatlar ilib beryapmiz, har turli faoliyatlarni. Endi bizning bu yerda Belgiyaning joylashgan yeri muhim bir yer bo'lib hisoblanadi. Nima desa bizlar bilasizlar, Belgiya, Brussel bu Yevropa Birligining markazi ham poytaxti bo'lib hisoblanadi. Shunga bu yerda ham Yevropa Birligining Yevropa parlamenti va Yevropa komissiyasi hamda hukumat degandek hamma nimalari mashada joylashgan uchun bizda bu yerda biroz jiddiy qarashimiz kerak, ham bunga ko'proq kuch chiqarishimiz kerak. Shuning uchun endi biz bo'layotgan vatanimizda bo'layotgan qirg'inchilikni anglatish uchun ham bu yerda oddiy fuqarolar bo'lsin, ya bo'lmasa siyosatchilar bo'lsin, bu yerdagi Yevroparlament bo'lsin, ya'ni Belgiyaning parlamenti bo'lsin, shunga ta'sir yetkazish uchun shu yerdagi ko'z qarashlarni endi biz tarafga qarash turish uchun ko'p faoliyatlarni ilib bordik. Endi oxirgi faoliyatlarni hisoblasak, endi 10-oyning 2-kundan tortib biz Xitoy elchixonasining oldida bir cho'ng bir namoyish o'tkazdik. Tazami shu virus tufayli pandemiya deymiz. Shu karantin vaqtida 800 dan oshiq odamni to'plab Xitoy elchixonasining oldida cho'ng ko'lamli bir namoyish qildik. Shunga o'xshash endi bir namoyishlar emas, bizning qilayotgan faoliyatlarimiz har qanday faoliyatlar bo'ladi. Buning bo'libmi shu karantin ham pandemiya bo'lgan tufayli biz naq maydondan konferensiya bo'lsin, ya bo'lmasa boshqa xalqaro bir nimalar konferensiyalar, ya o'zimizning Uyg'urlarning orasidagi konferensiyalar, ham ya bo'lmasa jamoatning ichidagi faoliyatlarimiz nima shu jamoat bilan birga shu naq maydonda onlayn deymiz, ko'rsatilgan shu ijtimoiy to'rbatlarda o'tkazdik. Nayt yaxshi. Hamda shu sizlar Belgiya xalqining shu Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilikni bildirish uchun qanday shaklda faoliyatlarni ilib beryapsizlar? Endi bu yerdagi Belgiya xalqiga ko'rsatish uchun, ular bilan birga bir faoliyat qilish uchun ham biz bilan birga faoliyatlarimizga birga akirish uchun qilgan faoliyatlarimiz ko'p. Bo'libmi bu yerda o'tib ketgan bir yer bor, masalan, mashadagi yoshlar bilan
Yaşlar toplamları hem yaşlar teşkilatları. Bizde biz bir Uygur dostluk bir grupasını kurgan. Bunun içinde bizden başka şu hazır men degendek yaş şu Belgiyadaki her türlü sahadaki her türlü milletler özlerinin teşkilatlarını kurgan Brontun bağ teşkilatlarına bizge maslaşıp şu Uygur dostluk grupasını kurduk. Bu grupta 5 grubu var, çoğun grupa. Bunun içinde Yahudi Belgiyadaki Yahudi okuyucular grup birligi var. Onun için mesela yerlik okuyuculardan yaş aytganda okuyucular emas, okuyucular şu özünün üniversitetlerini bitirip, ondan keyin ishga o'rinlashib, hem onu da yaşlarım var, okuyatgan texi. Bütəgənlərim var, işləvatqanlarım var. Aştaq bir təşkilatın içinde, şu yerlik təşkilat, Ümen İT deydi. Ümen İT degen kişilik hukuk endi bir təşkilatıda. Aştaq bir təşkilat var. Üçüncüsü, şu Belgiyadaki puhralarının aytqanda ifadələş bir təşkilatı var. Puhralarının ifadələş bir hukuk desək boldu endi. Tercüme kısak. Onu da köperek bizden Müslüman kıyımdaşlarımız köp. Bunun içinde Marakalıklar var, Türkler var, başkaları var degende Müslüman milletleri var bunun içinde. Bunun ki yani bir yaş bir grubu var, Oksilo deydi. Oksilo degen bunun da o yaş bir okuşunu bitirip hazır hizmet kılatkan bir yaş gruplar. Onun da başka yani Türk teşkilatları var. Atıp ötüp ketsek bizde Türk teşkilatlardan daim bizden namayış olsun, başka faaliyetler olsun gelip yardımda hem özülen bille ballarını Türk kıyındaşlarımızı bizden faaliyette ekip kıldırgan bizden bir kıyındaşımız var, Ramazan Söyler diyen. Umacık bizge yardımlarını kuvvetıdı, koldan gelgen manevi hem başka sahalarda olsun bizden şu namayışlarımızga, başka faaliyetlerimizge qamay kep bizge qatnashib beryapti. Shularga hammasiga mashada bir ko'p rahmat deyman. Bo'ldi. Nayt yaxshi bo'ldi. Ashlar bilan hamkorlashib faoliyatinglar nayt jalliq shaklda ilib berilyapti dedingimda. Har sohaga kiryapsizlar-da ular orqali. Bu tashkilotlar orqali har sohaga anlatyapsizlar. Albatta, endi bu yoshlar bilan qilayotgan alohidligi, masalan, biraz alohidligini desak, endi ular köp bo'libmi mana hozirgi bizning texniklik tarafdan qarasak, iqtisodiy, ijtimoiy taratqularda ko'p nimalarni xizmatlarni qilyapti, ham bizga hamkorlashyapti. Masalan, bizning Instagram, undan keyin Facebook, Twitter degan bizning o'zimizning shu Belgiya Uyg'ur jamiyatining nomida bizning o'zimizning shaxsiy nimalari bor. Shaxsiy emas, tashkilotimizning. Shuningga ergishayotgan odamlar hozir necha mingdan yashib ketdi. Endi buningda albatta bizning shu tashkilotimizning ichida mas'ul bo'lib ishlayotgan bizning yoshlarimiz, o'zimizning Uyg'ur yoshlarimiz ko'p, yaxshi xizmatlarni qilyapti. Undan keyin bizda endi hozir yoshlarimiz biroz yetishib keldi. Bo'libmi til tarafdan masalan inglizcha bo'lsin, fransuzcha bo'lsin, niderlandcha bo'lsin, turkcha hem Arapça bizning o'zimizning shu jamiyatida ishlayotgan, xizmat qilayotgan hay'atlarning ichida bolalarimiz bor. Atab o'tib ketsak, bizning Akbarjon bor, siz yaxshi taniydigan, Iftixor bor. Undan keyin nimalardan olib kelsak, ayollardan olib kelsak, bizning Guljannat, G'uncham, undan keyin cho'nglarimizdan Qur'on akam bor. Onun için dini işler tarafından bizden Abdug'ani qarım var. Onun için yaşlardan bizden Ablikim'de bir kardeşimiz var. Onun bilan birga ishlayotgan Nurahmatov bizning hayatla qo'lidan kelgancha kuchlarni chiqarib qanday ishlarni qildi. Ham albatta bu har qanday ish iqtisodsiz bo'lmaydi degandan keyin biz iqtisod tarafdan bizning Ibrohim deb bir kardeşimiz var. Onunla shu iqtisodga mas'ul. Bundan başka şu yaşlarımız, şu çetellik yaşlar biz bilen moslashib köp işlarni qilyapti. Endi bu işlarni adab ketsek, masalan, misolga olib ketsak, bo'libmi oxirgi vaqtlarda bizning faoliyatlarimizga
konferans bo'lsin yo bo'lmasa shu namoyishlar bo'lsin, mana shu yerlik siyosonlar bizga nima qilib, hissdoshlik bilib, biz bilan faoliyatlarga birga qatnashdi. Ham bizlar endi xabaringlar bor, Nabijon, sizning xabaringiz bor, bizning shu dunyoda endi 3 davlat qirg'inchilikni, Uyg'urlar bo'layotgan qirg'inchilikni qaror oldi ularga. Masalan, Amerika, Kanada ham Gollandiya. To'rtinchisi endi inshaalloh Xudoyim bo'lsa biz Belgiyada bo'ladi deb hisoblaymiz. Demak desa bu qarorni qo'yishga bir necha vakillar, xalq vakillari, ham aytganda deputat deymiz-ku, xalq vakillari shu parlamentga shu bizning Uyg'ur masalasini o'tirib qo'ydi. Shu o'tirib qo'ygan odamlar biz bilan birga namoyishlarga, boshqa konferensiyalarga qatnashyapti. Ham yaxshi bir aytganda bir oqibatga erishishga inshaalloh biz ishimiz nima desak bu endi bu yerda ko'p endi bizning yolg'izlar emas albatta, bu yerda Belgiya jamoati yolg'izlar emas, dunyoda bo'layotgan, hamiyatda bo'layotgan faoliyatlarga qo'shilib bizning uning ichida o'lishimiz bor desam bo'ldi, bunday aytganda. Demaksa men bu yerda bir nimani deb ketay, mana bizning qarindoshlarimiz İstanbul'daki qarindoshlarimizni qilayotgan namoyishi hozir 90 kunda ishib ketdi. To'xtamay, hech qanday tashkilot emas, o'zlari oddiy fuqarolarni chiqib boshlagan namoyish. Biz shularning namoyishga, shularga endi birga hamkorlashib, biz bir necha namoyishni o'tkazdik. Shu har bir namoyishda biz shu İstanbul'daki bizning qarindoshlarimizni eslab, ham shularning qilayotgan ishlarini qo'llab, biz bir necha namoyishlarni oxirida masalan shu yildagi 2-3 oyning ichida bir 6-7 namoyish qildik endi aytganda. Namoyishlar. Konferens boshqa faoliyatlardan boshqa. Her namoyishlarda shu qarindoshlarimizdan Alloh rozi bo'lsin deyman. Ham oxiri bir oqibat chiqqicha şu namoyishlar tugmasin. Kunda ko'ryapmiz, kunda qarab turamiz shularga. Ham bizning ko'nglimiz shu İstanbul'daki bizning qarindoshlarimiz bilan deyman. Shunday. Hamda siz degandek bu her yerdagi bulayotgan, her yerdagi siyosiy faoliyatchilar bo'lsin, har qaysi tashkilotlar bo'lsin, qilayotgan xizmatidan sirt, aşı qaysi davlatda bo'lsak, şu davlatdagi masalan sizga o'xshash Belgiyada sizning tashkilotingiz va tashkilotdagi barliq qarindoshlarning o'rtaq harakat qilishi bilan shu yerlik masalan parlament a'zolari bo'lsin, ya xalq bo'lsin, ya bo'lmasa siyosatchilarga her birisi tek yalğız şekilde anlatışı bilen, her bir ularga delil paketlik materyalini beriş bilen anandaki onu gün tertip ekkergidi oldu ekan. Şoň hem de sizlerning ama Belgiyada bu meselelerini gün tertip ekiliş üçin aşındaq şekilde hizmetlerini aynı meyle 6-7 teşkilatlardan, yerlik teşkilatlardan hemkarlaşıp kılıvatkan hizmetinler olsun, meyle kılıvatkan namayişinler olsun, meyle parlament kılıvatkan dokulatlarınlar olsun. Bunun hemmesi şu sizlerning izchil türde kılıvatkan hizmetinler bilen çemberçesi bağlılığında dep oylayman. Yeni birisi hem de Abdullah. Siz bilirsiniz şu yakında Avrupa Parlamenti yakınki 30 yılının yerinde tünci qetim 4 əməldarlığı cəza qılınğanlığı o xəbərlərdə görəvatımız. Bu doğruluqmu siz bir üşençinizi sözləb bəgən bolsunuz? Sualınızga rahmet. Bu muhim bir sual. Xudoyim bursa inşallah şu düşenbe kuni, şu kelgan düşenbe Türk Büyüklük'e Brüssel'de 28 devlet, Avrupa Birliği'nin 28 devlet taşqi işlar ministerleri yığılıp şu Uyghur meselesini başka bir yerde Rusya'nın yani başka Myanmar degen başka devletlerin meselesi var ki bıraktı bizge nispeten Xitayga şu Uyg'urlarning qirg'inchilik qilayotgan endi u yerda qirg'inchilik deb e'linmagan, u yerda kishilik huquqni dafsanda qilgan deb e'lingan. Shuningga qarta Xitoyga sanksiyon sanksiyon qo'ymoqchi bo'ladi. Avrupa Birliği jazo qilmoqchi. Sanksiya shu jazo bo'ldi. Endi bu 1989-yili Avrupa Birliği bu Xitoyga jazo qo'ygan ekan. Kelmen nima dese bo'lgan ekan, ko'tarim bo'lganda. Endi 30 yildan keyin mana bizning yana shu Uyg'ur masalasiga bular Xitoy bilan
jaza qo'yishga tayyor bo'lyapti. Endi u jaza hozir bular jazoni tayyorladi. Uning ichiga 4 odam kirdi Xitoyga, endi bizga nisbatan. Endi umumiy 11 odam kiribdi uningga. 11 odamni qora tizimga qilib sanksiya qilganga. Endi u 4 odamni kirgizib shu dushanba kuni endi saylam emas, buni muzokara qilib, ham uning qarorini, aniq qarorini shu dushanba kuni oldi. Xudoyim bo'lsa inshaalloh. Shu munosabat bilan masalan tunogin bizni ziyoratga shu Germaniya telekanalining birinchi degan Germaniya telekanali ARD degan meni uyim kelib ziyorat qildi. Shu to'g'riliq bizning bo'layotgan vatan ichida bo'layotgan zulmni, bo'layotgan vaziyatni so'rab shu to'g'riliq parang bo'ldi. Shuningga umuman shu dushanba kuni chiqdi. Ham bu yana bir alohidaligi, bu birinchi telekanal bo'lgandan keyin Germaniyaning anga muxbir dedi 3 milliondan oshiq odam buni ko'rdi ekan. Xudoyim bilsin inshaalloh. Ham buning bir kuchli bir endi tashviqot ta'siri bo'ldi deb o'ylayman. Shunga endi bu yerda bunga qarshi davlatlar yo bo'lmasa qarshi partiyalar shaxsan men endi masalan shu Belgiyani olsak, Belgiyaning ichidami bunga qarshi yo'q. Partiya bo'lsin, guruhlar bo'lsin, undaq yo'q. Ba'zilar endi qarshi emas, biroq o'zining ovozini bermashga. Qanday deymiz uni? Qarshi turmaydi. Qarshi turmaydi, ovoz bermaydi hech qanday. Betaraf turdi. Betaraf tutgan partiyalar bor. Masalan, biz bu yerda shu Belgiyadagi ko'p partiyalar bilan muzokara, ham shuning suhbatlarni ham biz o'zimizning tashviqotlarni qilyapmiz. Buningda endi Belgiya ikki tilliqchi, 3 tilliq, biroq asosan 2 tilliq, biri fransuzcha, biri niderlandcha, flamancha deymiz yana. Shu masalan fransuzcha nimada birla partiya bor, shu betaraf turib olgan. Qolgan hammasi qo'llayotdi. Niderlandchada 2 partiya bor, hozircha betaraf turayotgan. Endi ulama endi bizga bizni qo'llaydi deb o'ylaymiz, xudoyim bilsa. Agar shu bizning Belgiyadagi parlamentga shu ovozni bergan vaqtida endi bu 4-oyda bo'lishi mumkin. Taxminan hozircha aniq bir nimasini belgilamabdi, xudoyim bilsa bo'ladi ekan. Shuningga endi bu yerdan qo'yilyapti-da, biz boshqa bizga istashliq bilayotgan partiyalar, guruhlar u nimani qo'yib ham bu yerda uning to'g'riliq tashviqotlarni qilyapti, ham u bo'lyapti. Shularga qarata biz mana hozir shu ABQ degan yoshlar bilan, mana yerlik yoshlar bilan, ham mana tug'ilgan musulmon yoshlari bilan cho'ng oliy o'qishlarni bitirib qolgan. Biz siyosatlarni bo'lib, Niderlandcha yaxshi bildiganlar niderlandchilarni, fransuzcha bildiganlar fransuzlarni har bir nimaga partiyaga xatlarni yozib, shularning nimasi tilida, shularning nimasida bizning o'zimizning nimishga shu qirg'inchilik degan nimani kalimani ishlatishga biz o'zimizning tushunchasini berib, ham ulardan endi ularga biz o'zimizning taklifini, fikrimizni avatyapmiz. Har bir siyosat. Umi bir cho'ng bir nim bo'ldi. Endi az 5-ni bo'ldi, xudoyim bilsa. Endi oyog'i yani albatta chiqdi. U mavqe bir nima aytganda tashviqot tarafdan bir cho'ng bir ish. Shunaq. Hamda hozir maktabda parlamentda hozir maktabda Xitoyni jazolash kun tartibi bo'ladimi? Dushanba kuni ovoz qo'ydi dedingiz. Anandan keyin hozir maktabda Xitoyga bo'lgan Yevropa davlatlarining birlashish, hamkorlashish nimasi bo'layotdi. Dushanbadan boshlab Amerikaning tashqi ishlar ministri nima keldi ekan, Yevropaga kelib ziyorat qildi ekan necha davlatda. Demak, Amerikaning shahrida 18-soatdagi yig'inda Xitoyning qilgan yo'g'onchiligi va Amerikani ko'zga ilmaslik sababidan hozir xalqaro shu kun tartibida kunda medialarda ko'ryapmiz. Ya'ni Amerikani Amerikani oldida cho'ngchilik qilish, yo'g'onchilik qilish, o'zini cho'ng ko'rsatish uchun uyan o'ynadi deyotganlar bor. Har xil shaklda nimalar bor, ammo bu yerda gaplar Amerikani endi yumshoq shaklda qattiq qo'llik qilamadi, shunlar Xitoy
yo'g'onchilik qilyotdi degan ko'z qarashlar bor. Demak, nima bo'lsa, mayli Amerika mo Xitoyning asli yuzini dunyoga ko'rsatdi, u shakldagi suhbat orqali. Yevropa mo Xitoyning bu shakldagi qilayotgan mayli kishilik huquq jihatda bo'lsin, mayli bizning Sharq Turkiston Uyg'ur masalasini bo'lsin, har xil shakldagi narsalarda hozir qo'lida bir dalil isbotlar to'planib qoldi. Bular endi birlikda bir ish harakat ilib berish qadam bosqichlar ilinayotgandek turdi. Siz bunga qanday qaraysiz? Albatta, buni yaxshi qaraymiz. Birinchidan biz dunyodagi bo'layotgan ishlar bo'libmi hozirgi mana texnika tarafidan bizga berilayotgan endi har qanday dunyoning qayerida bo'lsa bir ish bo'lsa, biz darrov shu kuni, shu vaqtda, shu mezgilda biz ko'ryapmiz, ham o'qiyapmiz, ham uni tushunyapmizda bo'layotgan narsani. Endi shu endi u bir ijobiy tarafida endi bu texnikaning, internetning. Masalan, sizlar o'tgatdingiz, hozir mana Alaskada bo'lgan Antoni Blinken mana Amerikaning nimasi tashqi ishlar ministri ko'rishgan, Xitoy bilan ko'rishgan nimalari. Biz bu uni qizg'in qardik, bo'lgan ishlarni ko'rdik. Albatta, endi bizning Trumpning hukumati ketgandan keyin Uyg'urlar ichida bo'lgan andishlar meningcha ashundan keyin shu bo'layotgan aniq mana shu bizning nimamizni biz Uyg'urning problemasini birinchi qo'yg'ini shu Uyg'urlarning andishini yo'qotib deb o'ylayman. Endi birinchi mening shunaqa andishim bordi. Bular yangi hukumat kelgandan keyin u boshqacha bo'larmikin deb. Biroqda burungi ilingan qarorlar, burungi ilingan qonunlar, Trumpning vaqtidagi 12-oyda Uyg'urlarga ilingan qaror, qonun, shu qonunning kuchi bilan endi bu yerda Yevropada shu ashundan keyin bu yerda texnologik bir bunaq rivojlandi desak bo'ladi. Bizning davoyimizning ishlarimi yaxshi ma'ndi. Shuning uchun albatta Yevropa bilan Amerika birlashib bir agar ish qiladigan bo'lsa, bo'libmi Xitoyga qarshi ish qiladigan bo'lsa, bu bir muhim ham bir zarbilik bir ta'sir beralaydi Xitoyga. Nima desa, masalan, Yevropa birligi Xitoydan eng o'sha dunyodagi birinchi bunday aytgan eksportyor deymiz, nimani mollarni chiqarganga, setib olgan nimaning endi bunday aytganda iqtisodiy tarafdan birinchi o'rinda turdi ekan. Yevropa birligi. Ikkinchisi Amerika ekan. Shuningga agar bu yerda bir iqtisod tarafdan agar qisadigan bo'lsa, bu bir Xitoy bir cho'ng bir zarbiga uchraydi. Ham bu yerdagi bo'layotgan shu talash tatishlarga, muzokaralarga darrov o'sha masaladagi bizning Brusseldagi Xitoy elchixonasining elchilari har qanday nimalarni shu o'zining aytganda inkaslarni darrov berib turdi. Biroqda inshaalloh biz yana ishonchimiz komil. Xudoyim bo'lsa inshaalloh bizning ishimiz bu bo'ladi. Endi bu yerda yana bir gapni aytib o'tish kerak. Bizning endi bu ishlarda Amerikaning bo'lsin, Yevropa birligining bo'lsin, bizga emas, qilayotgan hamkorlashi bilan bizga nima qilayotgan ish emas. Ularning birinchi endi maqsadi albatta o'zlarini qo'g'dash. O'zlarining shaxsiy endi har bir davlatning o'zining shaxsiy manfaati bor buningda. Demakki, agar Xitoy agar birinchi darajalik dunyoda birinchilikni elib, ham buni dunyoni boshqarma deb nima qilsa, dunyoning ichidagi hammasi o'zgarib ketadi. Hozirgi demokratik deymiz, kishilik huquq taraf degan narsalar hammasi yo'qolib ketadi agar Xitoy buning nimasiga chiqsa, to'pisiga chiqsa. Shuning uchun bularma bu g'arb davlatlari buningga qattiq bir zarba beryapti. Shuning uchun endi masalan hozir Rossiya bilanmi xeyli bir tanqid bir nimalar bo'lyapti. Nimishga deganda ularma shu endi birinchi Xitoyning hamkorlab davlatini qattiq qo'llayapti Rossiya. Endi Rossiya buni aytganda bizga Uyg'urlarga tarixda ikki qatam ig'ir bizga zarba berib, bizning davlatlarimizni yo'qotgan davlatlarning biri. Shuningga endi u yerda biroqda u Rossiya bilan bir yaxshi bir nimalarni hamkorlash bir faoliyatlarni o'tkazish kerak. Bu yerdan bo'yatadi, bizning qarindoshlarimiz qilyapti. Shuni biz mana shu Yevropada qilayotgandek, Amerikada qilayotgandek, Kanadada qilayotgandek, shu Rossiyada biroq oz bo'yatadi bu yerda. Bu yerda mana shu faoliyatlarni ko'proq qilsa, bu yerda bizga
istaşlık kıldığan bizning şu davarimizni duruslayotgan adamlar köp. Onun için unutmaş gerek. Rusya'nın içinde neçe milyon Müslüman kardeşlerimiz var. Ya da köp milletlik her türlü respublikalar degandek ular bizge köp şu qattiq yordamlarni qiladi ham istaşlık bildirdi. Bunun gibi u yerda men bir yerda biraz siyaset kirib ketdim. Endi u yoqlama shu ham tarafdan hamkorlashsak ishlarimiz inshaalloh yaxshi ma'noda deb o'ylayman. Shunda siz degandek hamda hozir mayli Amerika olsun, mayli Yevropa olsun, Xitoyning bir tehdit ekanligini keyin hamda siz degandek mayli dunyoning hozir misol Amerika bilan nima talashyapmanda, maydon talashyapti-da. Hali dunyoning liderlik deb qo'yamdiq. Liderlik bizda sen kimsan, 20-30 yil yaqin biz sana bosh egmagan, hozir sana bosh egmaymiz. Xitoy xalqi hech qachon manda Xitoycha deganda sizlarning dadanglarni biz jiqtatgan dedi hamda chet elliklarning sizlarning dadanglarni jiqtatgan degandek gaplashadi. Bu diplomat tilida, diplomat sorunda ishlatilmaydigan tillar asli. Ama Xitoy buni ishlatdi. Demak, yo'g'ini qattiq, set deb qo'ydimiz menimcha. Ashula tekkanligini isboti. Demak, nima deganda Xitoyning biz deyotgan, biz 70-chi yillarga tunib kelayotgan yuzini dunyo endi his qilib ko'rdi deb o'ylayman. Shu hamda mayli Amerika olsun, mayli g'arb davlatlarining o'zaro hamkorlik shaklida. Bu da ayna sizmi diqqat qilayotgandek, masalan, Amerikaning bu da Bidenninki Avstraliya, Hindiston, Yaponiya to'rt davlatning hamkorlik shaklida bir to'rjig'ini ochganligini ko'ryapmiz. Demak, har taraflardan Amerika dunyoda ittifoqlashtirish bilan birlikda Xitoyga qarshi bir harakat qilinish uchun hozir bunday bir ittifoq shakllantirayotganligini ko'ra olamiz. Bu mayli bizning siz degandek mayli u davlatlar o'zining manfaatini chiqish qilsin. Mushu manfaatdan bizning Sharq Turkiston Uyg'urlar qanchalik manfaatlanamiz? O'zimizning manfaatini qanchalik nimaga ekilalaymiz? Bu to'g'riliq izlansak, ayni sizga o'xshash aktivlarimiz o'zining turishlik davlatlarida shu Sharq Turkiston bo'layotgan zulmni anglatish, bu yerdagi qirg'inchilikni anglatish, bu yerdagi insonlarning yo'qolib ketishini har jihatdan bizning insonligimiz, tilimiz, dinimiz hammanimizdan so'z ochib olmaydigan ahvolga bo'layotganligini anglitishning muhimligi yana bir kun tartibda bo'layotdi deb o'ylayman. Shuna o'xshash hamda Abdullah. Hamda keynimdagi, rasmdagidek hashtag faoliyatini ilib beryapsizlar. Bu nima ma'nodagi bir onu bir tushuntirib qo'ying. Endi bu faaliyet endi bu hashtag deydi, endi yoshlar yaxshi tushundi buni. Hashtag deb biz endi bununla ikki tilda, endi Belgiyaga xos tillarda, endi birinchisi fransuzcha, ikkinchisi flamancha, ikki tilda men Uyg'urlarning genotsidga uchrashi qarshi degan endi ma'noni bildirdi. Aning yozilgan nimasi? Qirg'inchilikqa qarshi. Qirg'inchilik, endi erkiy qirg'inchilikqa qarshi. Menda genotsid deb yaxshiroq tushundi ba'zilari. Shuningga erkiy qirg'inchilikqa qarshi turman deb suratni chiqarib, nimani yozib qilgan bir faoliyat, hashtag deymiz buni. Bu nimani faoliyatimiz endi 100 kishigacha qilamiz degandik. Hozir 120 da yetib ketdi. Bir necha kundan ichida bununla bizga istaşlık nim qilgan endi suratlarni avatgan butkul dunyodan bor. Turkiyadan, Amerikadan, Kanadadan, Shvetsiyadan, Qozog'istondan, endi albatta asosiy bizmashlar Belgiyadan hammasi bor. Ham siz degandek bu nimaga, bu ishga faqat Uyg'urlar emas, har millatdagi, har xil dindagi, har qanday nima, masalan biz bilan deb ketdim, nimalar bor, har qanday tashkilotlar bor dedim, biz hamkorlashayotgan. Shular ichida hammasi har turli. Yahudilarmi bor, masalan xristianizm bor, katolikmi bor, musulmonlarmi bor, hammasi bor bu yerda. Shunda hammasini bir yoqqa aklib, o'sha bizning davorimizga diqqat qilishni, shu faoliyatlarimizning shu yaxshi me'yoshiga bir muhim bir ahamiyatli bir ish deb o'ylayman, ahamiyatli bir harakat. Bu hareketimiz inşallah yaxshi bo'layotadi. Yana bunun hadi bu hareketimizni şu bizning parlamentda şu erkek qirg'inchilikning nimasini masalasini muzokara qilguncha buni ilib boramiz Xudoyim bilsa. Arlig'ida yana boshqa nimalarni deymiz. Bo'layotgan nima harakatimizga-ku
hareketimiz şu parlamentning ichida bir şu muzokara qilib, şu irqiy qirg'inchilik to'g'riliq bir taraf bo'g'icha buni yeb boramiz. Bu nimishki deganda, bu har qanday odamning nutq so'zlashsa, yanbash nima qilsa, yozsa, uningga ancha nima emas, mana bu surat bilan ikki kalima so'z bilan hammani jiq narsani tushuntirgili bo'ldi ekan-ku. Undan keyin uning kayda bir quruq so'z emas, har bir narsaning bir aniq bir odam tug'ini, aniq bir millatning bir vakilligini ko'rinib turibdi. Aslida biz yozib qo'yamiz, albatta kimni qanday odam, nereden kelgan odam deb ismini, nimasini hammasini yozib qo'yamiz. Shunga buning ta'siri yaxshi, muhim, endi ahamiyatli bo'lyapti-da. Bu faoliyatlarimiz mashtab bo'lyapti, Xudoyim bilsin. Ham siz degandek, bizning Sharq Turkistondagi masalasini bir diniy masala emas, yoki bo'lmasa bir madaniyat masalasi emas, bu yerdagi bir insonlik masalasi debchi. Bir insonlarning uning dini, o hayoti, uning oilasi, uning bolasi, dadasi, hech hamma nimasi tilidan tortib, hatto kiyinishimizgacha nimaga uchrayotganligini, bir insonlikning u yerda yo'qolayotganligini tushuntirish uchun siz degandek, shu har dindagi har insonlar bizning sepimizga qo'shilishi, bizning texmo davarimizni kuchlantirishga turtkilik roli bor deb qaraymiz. Shunga biz bir tabiiy qilam, bir qatlamga ham emas. Bizning davarimiz hamma qatlamga teng. Her davlatdagi bir partiyaga emas, partiya usti davosi. Her insonlik davosi shaklida maqsad siz degandek yaxshi natijalarni qo'lga keltiramiz deymiz. Shunga sizning qilayotgan xizmatlaringiz, atrofingizga bu nimalar boshqa davlatdagi qarindoshlarimizning ulgu olsa degan shaklda ma'ni kengaytirib so'zliginim. İnşallah yaxshi faoliyatlar bo'layotibdi. Hamda bu shu faoliyatlar ichida hamda Belgiyadagi Uyg'ur jamoatining bu shaklida qanday aktivligi, qanday bo'layotdi, u yerda qarindoshlarimiz xeli bor. Bu to'g'riliq bir so'zlab bersangiz. Albatta, endi bundaq ishni endi ko'pchilikni ishni yolg'iz qilishga bo'lmaydi. Yolg'iz 3-4 odam bilan qilishga bo'lmaydi, albatta buningga ma'naviy iqtisod tarafdan bo'lsin, boshqa tarafdan bo'lsin, bizning ko'pchilikning jamoatning buningga moslashishi, yordam berishi bizga muhtoj albatta. Bu jamoatning yordamisiz bundaq ishlarni ko'pchilik ishlarni qila olmaymiz albatta. Shunga bizning shu Belgiyadagi har qanday faoliyatlarimizga qatnashib, iqtisod tarafdan bo'lsin, boshqa tarafdan bo'lsin, qatnashish tarafdan bo'lsin, har qanday bizga yordam qilayotgan, biz bilan birga bir safda turayotgan qarindoshlarga ko'p rahmat deyman. Aytaman ularga, ham bizning shu qatorimizga ko'proq qo'shilsin deyman. Ba'zi qarindoshlarimiz endi bo'libmi saviyasi kuchlik, nimalar ziyoli, yana boshqa taraflardan o'qigan bolalarimiz ba'zi yerlarda qolib qolgan bo'lsa, kichkina aralashmay qolgan bo'lsa, buningga hammasini ashlab odamlar bizga ko'p muhtoj. Bularning hammasini chaqiramiz. Xudoyim bilsa, ishlarimiz yaxshi ketib beryapti, o'zinglar ko'ryapsizlar. Albatta biz jamoatimizga ko'p rahmat deymiz. Ham kelajakda shu qilayotgan yordamlarni to'xtatmay birga qilishni umid qilamiz. Hamda yana bir savolim hamda Abdullah. Sizmi o'zingizning shaxsiy xizmati var, masalan 8 soat hukumatning xizmati var. İşte sırt qilasiz bu ishlarni. Ama unda deganim, ba'zi qarindoshlarimiz Yevropadagi tashkilotlarga 8 soat mushu davo bilan xizmat qiladi deb o'ylab qoldiganlarcha, unda emas. Men bilishimcha, bir Germaniyada şu Dünya Uyg'ur qurultiyining bir ishlaydigan muqim bir 4-5 xizmatchisi bo'lishi mumkin. Mesela 8 soat xizmat qilib maaş oladigan. Ama undan boshqa Yevropadagi hamma tashkilotlarning asosli sizlar shu ishdan sirt qilasizlar buni. Davani ishdan tushib, anandan keyin u vaqtni, dam oldigan vaqtingizni davoga ajratsizlar. Shunaqmi? Albatta, ishdan keyin ham ishdimi, ba'zi vaqtda telefon orqali ishda yuribmi, bu ishlarni aralashimiz, qilamiz, qo'limizdan kelganda. Bizning yoshlarimiz bo'lsin, cho'nglarimiz bo'lsin, hammasi albatta o'zining ishidan sirt qilayotgan ishlar. Yoshlarimiz ko'psi ba'zilar o'qiyotdi, yo bo'lmasa o'qishdan keyin ishga o'rnashib, nima qilayotganlar bor. Shuning uchun har odamning, har oilaning,
hammasi o'xshash bizning o'zimizning shaxsiy uyimiz bor, ailemiz bor, bolalarimiz bor, o'stirgan ulardan sart yana vaqtni tepib shu ishlarga qilyapmiz. Shu sabab bilan bizdagi shu Belgiya Uyg'ur jamiyatidagi hay'atlarni ularga bir cho'ng bir rahmat deyman. Nima desam, shu ishlarga har qanday ishlarga yo'q demay, o'zining vaqtini chiqarib, pulini sarf qilib, mustaq ishlarga qatnashyotdi. Ham ashlarning kuchi bilan hammamizning bir birligimiz bilan, birlik qatgan kuchimiz bilan bu vatgan ishlar doim bo'lsa inshaalloh yana bo'ladi. Ham yaxshi bir oqibatlarga yetishga biz ishimiz inshaalloh. Bu yerda ham televizor ko'ruvchilarimizga shuni to'liqlab qo'ymoqchiman. Hamda shu Yevropadagi sizlarning tashkilotinglar bo'lsin, boshqa tashkilotlar bo'lsin, ko'p sonli tashkilotlar asos jihatdan shu o'zining Abdullam degandek o'zining ishdan sirt, ya'ni ishdan tushib, hatto ish vaqtida tilpullarda hal qiladigan ish bo'lsa hal qilib yetib, anandan keyin qolgan masalan namoyish tashkillaydigan, hattoki ba'zan kunlari ish vaqtingizga namoyish to'g'ri kelib qolsa, ishni to'xtatib qo'yib, yoki ruxsat so'rab turib, yoki bir kunlik pulni olmay turib chiqsizlarmida. Demak, shunga o'xshash badal to'lab, bekorlik bilan qilayotgan ishlar bu. Shunga Yevropadagi tashkilotlarni boshqa yerdagi qarindoshlarimiz, bilmagan qarindoshlarimiz, bularga hukumatdan yoki davlatdan pul berdiga o'xshaydi deb o'ylab qoladi-ku. Bunday ish yo'q. Pulab ishidan eshingandan keyin, anandan keyin o'zining damlashini Abdullam degandek bolasiga beradigan, oilasiga beradigan vaqtini da'vo uchun sarf qiladi. Shunga bu shunday qilayotgan qarindoshlarimizning hammasiga ko'pdan ko'p rahmatimni bildirman bu ekran orqali. Demak, mushta fidokorlik bilan anandan keyin bu masala natijalik bo'ladi-ku. Agar hech kim fidokorlik ko'rsatmasa, Abdullamni uyi bor desa, men uyim bor desak, vaqtida xizmatni kim qiladi? Shundaymi ya? Hammiz shu inson qarindoshlarimiz ham o'zi ishlab, pul tepib, oilasini beqib, ham undan sirt da'vo uchun, vatani uchun xizmat qiladi. Bu ruhdan o'rganishga tegishli ruh deb qarindoshlarim. Shu hamda oxirgi savolim, endi nurg'un xizmatlarni qilyapsizlar, nurg'un xizmatlarni qildinglar. Inshaalloh bundan keyingi qilgan xizmatlaringiz kun tartibida bo'lgan planlar bo'lsa, uni anglab qo'ysak. Endi bundan keyin albatta biz shu qilayotgan ishlarimizni davomlashtiramiz, to'xtamaymiz albatta. Endi buni aytganda bizning faoliyatlarimiz bir tal namoyish bilanlar, ham boshqa bir nimalarga to'xtalib qolmaydi albatta. Bu yerda jamoat bo'lgandan keyin jamboyada hayot bor deydi-ku bizning Uyg'ur maqolasidan. Shuning uchun bizning bu yerda jamiyatimizning ishidagi ishlarmi ko'p. Masalan, hozir biroz virus tufayli pandemiyada biroz ba'zi nimalarimiz, faoliyatlarimiz to'xtab qoldi. Bo'lmasa, shu bizning Belgiyadagi yoshlarımızga, balalarimizga bizning bu yerda Belgiyada maktablar bor, Uyg'ur shu o'zimizning bolalarni o'qitadigan ana til kurslari bor. Shaharda uni shunga yaxshi tirishib qilayotgan bizning Dinur muallim deb bir qizimiz bor, hamshirimiz. Yaxshi tirishib ishlarni qilyotdi. Ham shunga o'xshash bizma boshqa har qanday faoliyatlarni jamoatga, endi buni aytganda het bo'lsin, boshqa nimalar bo'lsin, faoliyatdan masalan, ayti No'ruz, shu munosabat bilan barliq bizning shu ko'rinmalarni kelayotgan No'ruz bayrami bilan tabriklayman. Biz endi yilda undaq ishlarni qilatdik, endi bu yil amal yo'q, qilmaymiz. Bu No'ruz to'g'ri agar bir nima desam, biz 2014-15-yili bir cho'ng bir No'ruz har yil qilgandik, endi 15-yil bir alayda bir No'ruz qilgandik. 750-800 kishilik Türk qarindoshlar bilan birga bo'lib, cho'ng bir nimani ilib, endi vaqtida Arabiya Qodir, Seyit Tumturk nima shu qurultayning hamma nimalar bordi, Dolqin Islom degandek hamma rahbarlari keldi, ham Turkiyadan xalq vakillarini chaqirib bir cho'ng bir faoliyatlarni qilgandik. Endi bugun meni telefonimda chiqibdi shu kunning nimasi so'rti, shunga esim kelib qoldi. Shu endi asla faoliyatlarni qilatdik. Ham kelajakda endi hozir bu nimaga deganim, men kelajakda yana asla faoliyatlarni qaytadan qilamiz, xudoyim bilsa inshaalloh. Ham o'zining ishlarimiz o'zining nimasi uchishdi. Endi bundan boshqa, endi hozir sizning savolingizga binoan
bo'libmi bu bizning parlamentda Belgiya parlamenti bo'lsin, yo bo'lmasa Yevropa parlamenti bo'lsin, shu Uyg'urlarga bo'layotgan irqiy qiyinchilikni qabul qilganga qo'limizdan kelishicha, kuchimizdan boricha bunga kuch chiqarishga faoliyatlarimiz bor. Ham bularni tayyorlayapmiz, Xudoyim bilsa. Hozir yaqinqi planlarimizning biri shu. Qolgan ishlar bo'lsa, yana keyin ko'rishamiz, mumkinchilik bo'lib qolsa. Shunday. Shu. Nayt yaxshi. Nayt yaxshi faoliyatlarni qilyapsizlar, xizmatlarni qilyapsizlar. Inshaalloh hamma Xitoy yuruvchi bilan siz degandek nurg'un xizmatlarimiz daxliga uchirdi. Jamoatlarimizdan birga kelish va faoliyatdan ilib berish şekilde bulayotdi, to'sqinlik uchrayotdi. Ammo inshaalloh yozning kelishi bilan viruslar inshaalloh tugab ketib qolib qolsa, yana faoliyatlar jonlanishi mumkin. Qanday bo'lmasa sizlar hamdalik Yevropaning toza markazida, ham parlament markazi, ham toza tam siyosiy markazda bo'lgan ekan, nurg'un xizmatlar, nurg'un faoliyatlar sizlarning o'rtaq u yerda kuch chiqarishinglar bilan Naytda Dunyo Uyg'ur qurultiyi bilan Naytda ham hamkorlik shaklida nurg'un xizmatlarni qilyapsizlar. Bundan xabardor bo'lib turibmiz. Allah hammangdan razı olsun deymiz. Siz başlıq barlıq xizmat qilayotgan shu yerlik qarindoshlarimizga chin ko'nglimizdan rahmatimizni bildiramiz. Yaxshilik hech qachon unutilib qolmaydi. Qilayotgan xizmatinglar xuddi tarix yozilib mangdigan gap hamda. Xuddi hozir biz Facebook chiqsak nurg'un yo'llagan narsalarimiz xotirlab qoladi emasmi? Hozir siz deysiz nechidan oldidagi telefondagi rasm chiqib qolibdi deb. Shunga o'xshash qilgan xizmatlarimiz Alloh xolisa mushu yerda biz qilayotgan xizmatlarimiz mushu tarixlab yozilib qoladigan gap. Keyin mayli biz ketib qoldik, keyingi tarixda avlodlarimiz varaqlab ko'ralaydi degan gapda. Inshaalloh mush xizmatlaringlar Janob Allohning oldida naydi bir yaxshi bir shaklda darajalarning yuqori bo'lganini nasib qilsin deyman. Shunga qarindishim, hamda oxirida ko'rmanlarimiz deydigan gapimiz bo'lsa, shuni bilan oxirlashtirsak programmamizda. Bo'pti, endi birinchidan sizga ko'p rahmat Nabijonlar. Mushtaq programmalarni qilib bizni chaqirib ham buningdan boshqa ko'p qilayotgan faoliyatlaringizni ko'rib turmiz. Sizdan Alloh rozi bo'lsin. Qilayotgan ishlaringiz natijalik bo'lsin. Endi ko'rmanlarga ham Uyg'ur xalqimizga deydigan endi so'zim hozir bizning Uyg'ur xalqimizga bir tarafdan bir ig'ir kulfat keldi. Ikkinchi tarafdan bu bir oxirgi bir fursat. Hozir agar biz shu fursatni foydalanib, demoqchi bo'lsa biz hozir dunyoning tartibiga keldi bizning Uyg'ur problemimiz, shu bo'layotgan qirg'inchilik bo'lsin, bo'layotgan zulmni shu butkul dunyo hozir tonida ko'ryapti. Shu fursatni hozir biz qo'limizdan chiqarib qo'ysak, Alloh o'zi bildi keyin qanday bo'lishini, uni qaytadan kelamdi, kelmamdi uni bilmayman. Shuning uchun men shu bizning Uyg'ur tashkilotlarimiz bo'lsin, rahbarlarimiz bo'lsin, kimni bo'lsa Uyg'ur, men o'zimni Uyg'ur deydigan har bir qarindoshlarga deydiganim biz birikaylik, birlikka nima qilaylik, ayirmaylik. Hozirgi bo'libmi bizning oxirgi vaqtlarda yamanchiq talash-tortishlar bo'lyotdi. Torbatlarni ko'ryapmiz, WhatsApplarda bo'lsin, boshqa yerlarda bo'lsin, bir-birimizni qo'shlaydigan, tillaydigan ishlar hammani to'xtatib, birlikka kelib, hozirgi bo'layotgan shu fursatni bir qo'llanaylik. Nima desa, biz tarixni agar qarasak, bizning ota-bobolarimiz ko'p ajrlarni berib, ko'p qonlarni to'kib, oxirgi natijaga kelganda ba'zi ishlar tufayli endi u tarixda har turli yozildi. Tufayli aniq bir oxirgi nimaga yetamaganmiz. Her vaqtda bizning masalan 33-yilgi nimani davlatni olaylik, ya 44-49-yildagi davlatni olaylik, bizning o'zimizning Sharq Turkistonni. Eng jiq 5 yil, av 1 yil. Bu payti. Shuni bilgandan keyin biz bilib turib, hozir ko'rib turib bo'libmi, bizning ziyolarimiz ko'p, hammasi biladi, hammasi o'qimishliq, hammasi oliy o'qishlarni bitagan bo'lib rahbarlarimiz neymanda. Endi shunga bir birlik kelaylik, bir-birimizni qolgan ishlarni bir chetga qo'yib, shaxsiy manfaatni bir chetga qo'yib, umumiy xalqimizning manfaatini o'ylab birlikka kelishga chaqirmaymiz bizni. Xudoyim bilsa inshaalloh birlik kelaylik, bunday ishlarimiz bir yerga mangdi. Shunday. Rahmat Abdullah. Alloh razı olsun sizdan. Rahmat. Alloh emanet olun. Xo'sh. Assalomu alaykum hurmatli ko'rmanlar. Hozir suhbatimiz Abdullah bilan bo'lgan suhbatimiz oxirlashdi.
Qarindoshlarım, mushu programmamizni ko'rayotgan qarindoshlarımga rahmatimni bildirmay, shuning bilan birga kanalimizni qo'llab qo'yishingizni, a'zo bo'lishingizni, taqdim qo'yishingizni so'rayman. Anandan keyin programmalarimizga bo'lgan taklif fikrlaringiz bo'lsa, inkas yeriga yozib qo'ysanglar bo'ladi qarindoshlar. Endi biz har xil savolliklardan nima qilolmaymiz. Balkim kasbiy emas insonlar, ammo bizning maqsadimiz vatanimiz, ya'ni bizning hayotimiz atrofimizda bo'layotgan yaxshilarni xalqimizga sunish, xalqimizni o'rtoqlashtirish, ana keyin bir-birimizni o'rganishga da'vat qilish. Bu shaklda bir Uyg'ur jamiyatida texnik zo'r ilgirlashlar bo'lsa degandan iborat. Shuning uchun qarindoshlarimizning savolliklarimizni kechirib, unga yaxshi taklif maslahat berishingizni umid qilaman. Hammanglarni Janob Alloh topshirib, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.